2900 dollarga Shamshibog' hududidan qanaqa biznes ochsa bo'ladi. Hozir men sizga ko'rsataman. Bitta tayyor biznesimiz sotuvga qo'yildi. Shamshibog' asosiy darvozasining ro'parasida joylashgan. Mana shunaqa yo'lak orqali kirib boriladi. Hozir sizga to'liq lokatsiya bilan tushuntirib beraman. Bu yerda katta oshxona bor, to'g'ri, lekin u joydagiga nisbatan mana bu yerda gruzchilar bor, boshqa bor. Qulayroq qilib turib ovqat ochiladigan bo'lsa, bemalol o'z-o'zini qoplayveradi. Yurib turgan joy ozgina yurg'izishgan, undan keyin ma'lum bir sabablarga ko'ra sotilmoqda. Joyimizga mana shu yerdan chiqib boriladi. Tashqarida umumiy olganda 9 kishi uchun mo'ljallangan joyimiz bor. Ichkarida yana 24 kishi uchun mo'ljallangan stol-stolimiz bor. Ta'mir holatlari yaxshi. Yangi holatda 12 metrli konteynerni shunaqa qilib chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Umumiy olganda 4000 dan oshiqroq rasxod qilganman deyishdi, lekin sotilayotgani uchun qulayroq berib yuboriladi. Ichkari oshxona qismida ikkita qozonimiz hamda mana bu yerda yana qo'shimcha ovqat qilish uchun joyimiz, ariston, alohida idish yuvish uchun va katta tifallarimiz joylashtirib qo'yilgan. Bu yerda bitta yaxshi povur odam bo'lsa, yurg'izsa yaxshigina foyda qilishi mumkin. Ijara narxi 1,5 million so'm. Mana shu biznesni to'liqligicha sotib olishingiz uchun sizga 2900 dollar pul kerak bo'ladi, ya'ni kelishtirib ham berishadi. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi mavjud. Tabiiy gaz balon emas, e'tibor berib qo'yasiz. O'zi power, lekin ish qidirib yurganlarga mana kichkinagina dastur bilan boshlab olsangiz bo'lardi. Pastdagi raqamga qo'ng'iroq qilib mana shu biznesni sotib olishingiz mumkin.